chuqurman qazoman, o'zi chuqur mazkur shaxta qolman-ku axir. Men hammasidan do'stlar, men Kampod yangi joyga yosh kelibsizlar. Endi do'stlar lapatani olib menga yordamlasha olinglar. Hazillashdim do'stlar, albatta o'zim qilaman. Men hozir bu yerda o'zimga yangi shaxta qolman do'stlar. Mana qaranglar, u ana shaxtada hamma narsa tugagan. Hamma resurslar udali tugagan do'stlar. Mana mashta endi men almasni shaxta qo'ymoqchiman. Umid qilaman shunga almas topishga, almas izoni topishga yangi resurslar bo'ladi endi bu yerda. Ana shaxtada hech narsa qolgani yo'q do'stlar. Hozir uyingga borib narsalar olib kelishim kerak. Yana bu shaxtaga o'chib ketadi. Kapot. O qishloqqa qo'rqitib yording, oyoqqa tushib ketamanmi deb o'yladim. Men namchi qo'rqitib yorasan, mana. Kapot, yaqinda biz hammamiz tushib ketamiz. Nima bo'lyapti? Tushuntirib ber menga, mana tushuntirib bermanmi tosh ustiga o'tirib. Qanaqa tosh Kapot? Hozir hammasi senga tushuntiraman. Qani mani kompyuterim mana televizorda hozir senga ko'rsaman bo'layotganini. Yangiliklar ko'rdingmi o'zi? Yo'q, ko'rmadim. Qani ko'rlichi nima bo'layotganiga o'zi Minecraftda. Hamma salom, yangiliklar. Ana endi bizani Minecraftimizga hamma yo'li Bedrockli virus paydo bo'ldi. Iltimos uydan chiqmanglar. Bedrockli virus juda ham tez hamma bloklarni bedrock qilib qo'yapti. Ehtiyot bo'linglar. Olimlar уже yechimini topyapti buni. Hamma Minecraftda Bedrockli virus paydo bo'ldi. Nima bizda ham paydo bo'ldi? Hamma ehtiyot bo'linglar, tinchlikni saqlanglar. Nima? Tushunmadim endi bu to'g'rimi? Kapot, albatta to'g'ri bu. Tamom bizga endi. Nima bo'ldi o'zi bo'ldi? Bilmadim nima bo'ldi? Nima bo'ldi sizga qishloqqa? Ko'rasizlarmi hammamiz tamom. Nima bo'ldi Kapot? Bizga ham tushuntirib ber. Xullas bu qishloqqa menga televizordan yangiliklar yoqib berdi-da. Xullas bizning qishloqga Bedrockli o'zi butun Minecraftga Bedrockli virus bo'layotganiga hamma bloklar endi Bedrock bo'lib ketgan ekan. Nima bo'ldi? Bilmadim Kapot, to'g'rimi bu noto'g'rimi, lekin to'g'riga o'xshayapti. Kapot, ishonish kerakmi? Albatta ishonamiz endi bu qishloqqa yangiliklar-ku axir. Noto'g'ri bo'lsa ish qilib Kapot, nima qilamiz endi? Bilmadim, Bedrockli virus hamma. Bu yoqqa qaranglar. Nima? Mash boshlayotgan ekan-da, tezroq bo'lish kerak. Nima qilamiz endi? Mo'min qoraylar, Bedrockli virus rostdan ham bor ekan. Mo'min qoraylar rostdan ham, mana Bedrockli virus hamma yo'l Bedrock bo'lish boshlayapti, уже tezroq bo'lish kerak. Kapot, nima qilamiz endi? Yo'q. To'xtanglar, tinchlikni saqlanglar dedi-ku. Voy, hamma daraxtlar, hamma yo Bedrock, mana haqiqiy Bedrock do'stlar, bu ismini haqiqiy Bedrock. Agar fake blok deb o'ylayotgan bo'lsangiz, hamma bloklarni Bedrock bo'ladi. Kapot, hech kimga ishonmayman, o'zim bunker quraman endi. Rostdan ham bunker qurish kerak. Bo'pti, bunker quraylik. Obbo Kapot, bo'pti, men bunker quraman. Bo'pti Kapot, men o'zimga bunker quraman. To'xtanglar, o'zim ham bunker qurishni bilaman. Voy, qahiy do'stlar, men yaxshi bunker qo'yib berardim axir sizlarga. Do'stlar, mayli qishloqlar menga ishonishmadi, o'ziga ishonib, o'zlisi bunker qurishmoqchi ekan. Lekin do'stlar, bo'pti, bo'lmasa tezroq bo'lish kerak endi do'stlar. Men o'zimga bitta o'zim xardamga bunker quraman. Yaxshi, mana bunker qurishga tajribam bor. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing. Va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Qaysi blokdan bunker qurasan desanglar, axir hamma bloklar Bedrock bo'lib qoldi desanglar, obbo men uyimni qaranglar, уже Bedrock bo'lishni boshlayapti. Siz uyim rostdan ham bo'ldi. Umid qilmadi bu уже uyda o'tirish xato ekan. Xullas do'stlar, men yangi qurayotgan shaxtamda quraman o'zimga bunkerimni. Mana do'stlar, dozoqli tosh. Bu dozoqli toshdan Bedrock qo'rqar ekan do'stlar. Mana bloklar bor-ku, bu Bedrock bo'ladi, lekin dozoqli tosh Bedrock emas ekan. Obsidian даже Bedrock bo'ladi, lekin dozoqli tosh bo'lmas ekan do'stlar. Bedrock bu toshdan qo'rqar ekan. Shuning bu narsada men ko'raman do'stlar, tezroq bo'lish kerak. Bekor qishloqqa menga ishonmanda. Hozir yana yordam beringlar deb hamma do'stlar. Zato men sizlar bilan bor-ku, men sizlar bilan birga quramiz. Kichkina bo'lsa ham zato zo'r bunkerga ulgurmasa ham nima tezroq bo'lish kerak do'stlar. Уже yaqinlayapti. Zo'r bunker bo'lmasa ham zato himoyalangan bo'ladi do'stlar. Mana bunaqa toshlardan yana xususiy
почти. Давай tezroq bo'lish kerak. Уже ko'rdinglar-yu bidrok qilganni. Shuning uchun tezroq bo'lish kerak do'stlar. Qancha tez bo'lsam o'shancha yaxshi. Har doimgidek bunker quraman. Ko'rganingiz bo'lsa, men kanalda juda ham ko'p bunker qurganman. Tajribam mana juda ham katta bunker qurishda. Shuning uchun eng zo'r bunker o'zim men quraman har doim. Bo'lmasa hamnaqa devorlarni hammasini hamnaqa dozoqli toshlidan qurishni boshlaymiz. Imomlarni ham sindirib qo'yib chiqamiz. Ana bo'ldi do'stlar, endi pol tepani qilish kerak, tomni qilish kerak. Hamma yog'ini shu toshdan qilib chiqaman. Bitta ham blok, imomini qaranglar, bitta ham blok qoldirish kerak emas, chunki bunaqa bo'lib bidrok bo'lib qoladi hozir. Shuning uchun bitta ham blokni qoldirish kerak emas yoki boshqa bloklar. Oho, imomini qaranglar. Yordam beringlar. Ana aytdim-ku do'stlar, qishloq qo'layni turibdi. Men ishonchimni o'zlik yoni bunker quraman deyishdi, uylarda yuribdi hali ham. Mayli tezroq bo'lish kerak, hamma yopib qo'yamiz, chunki bu yerda ham bidrok bo'lsa yomon bo'ladi deb yopib qo'yamiz. Boshqa yerdan tunnel qo'yaman, qayergadir chiqishga. Ana o'shanda bo'ladi do'stlar. Oddiy eshik qo'ysam, eshik bidrok bo'lib qolsa nima qilaman? Chiqolmayman-ku, axir o'shancha aqlliroq bo'lish kerak do'stlar. Hop, polni ham endi men shunaqa toshdan qurishim kerak. Davay do'stlar, уже o'xshayapti. Ana bo'ldi. Hamma yo shu toshdan bo'ldi. Imomga chiqadigan tunnel qildim. Endi men uyi ichini bezatish, bunker ichini bezatish uchun men narsalar olib kelishim kerak. Pechka yursak, kalavat kelgan narsalar olib kelishim kerak. Xullas do'stlar, men ketdim. Oho, men bidrok qalyer rostlam ham toshdan qo'rqar ekan. Tosh bidrok ko'p qolmadi. Shuning uchun tezroq bo'lish kerak. Meni uyimni qaranglar. Davay, men biznadi ham hozir bidrok bo'lmasa bo'ldi, ish qilib hozirni berib bo'lsa keyin tusholmayman-da. Shuning uchun вообще tezlashish kerak. Uyimni olib chiqsam-mikin hamma narsani bo'ldi do'stlar. Tezroq bo'lish kerak. Уже qimillab ketyapti hamma yo'qmi? Hamma narsani olib chiqdim. Уже endi pastga tushish vaqti keldi. Davay, men bizdan sindirishim kerak. Hozirlar bidrok ko'p qolmasin ish qilib, shuning uchun tezroq sindirishim kerak. Mana shu tunneldan endi chiqib tushaman. Bidrokli virusga Oppa yopib qo'yamiz, botdim. Ana bo'ldi do'stlar, 100% mana bunkerim endi tayyor bo'ldi. Ichini qursam bo'ldi. Bitta ham bidrok o'tmaydigan umiddaman. Shuning uchun ichini bezatib olishim kerak. Hozir hamma kerakli narsalar qo'yishim kerak yashash uchun. Men endi qanaqadir issiq ekan, lekin do'stlar, men sanni qilib olib keldim. Yana rostdan ham qanaqadir issiq ekan bu yerda. Ventilyator olish esimdan chiqib qopti. Obbo, zato suvim borlar mana. Qancha yoqman kichkinagina basseyn qo'ymoqchiman. Suvdan va men bu dozoqli toshdan qo'rqarkan bidrok. Voy, mazza, lekin bu suvni ichish kerak-da. Yo'q, boshqachiligim ham bor. O'sha suvni ichaman, abotda mazza qilib cho'milaman do'stlar. Xullas, kalavat bilan qo'ymoqchiman. Suvni yonida mazza, lekin baribir issiqda. Mayli, endi chidaymiz. O'zim aqlim kelmabdi ventilyatsiyalar olish. Notebookga qo'ysammikin, pechka virsaklanishi. Tepada qimirlab ketyapti, kameram qimirlab ketyapti, lekin menga yaxshi bidrok kelmayapti. Yomon qo'rqib ketaman do'stlar. Qishloq qo'lida ajrachildi. Nima gap ekan tepada? Mayli do'stlar, o'ziga qolishmadi. Bu yoqqa notebook qo'ymaganim yaxshi, chunki tushirib yuborsam yomon bo'ladi suvga. Shuning uchun versakka ustiga qo'yib qo'yaman o'zimni notebookumni. Ana bo'ldi yo'llarga pechka. Bu eng yomon bunkerim bo'lishi kerak hayot do'stlar. Eng yomon va eng nekomfortli do'stlar. G'alati yurish qanaqadir kichkina o'zi yoqmayapti bu bunker, lekin himoya bo'lishi juda ham zo'r. Do'stlar, bunkerimni qurayotganimni ko'rgan bo'lsa, juda ham zo'r. Уже yaqinlashyapti, o'sha o'tib ketyapti tepamdan. Vaqtdan beri shu yerda o'tiraman. Qancha vaqt o'tdi bilmadim, lekin shunaqa qimirladi shu yerda, как будто yomon yer qimirlayotgandek bo'ldi-da. Xullas, уже menga qiziqib ketyapti. Qayerda ekan bidrok o'tib ketganmikin, tugaganmikin bu bidrokli virus axir yetishku olamni yetishimini olishyapti. Chachi hozir kirkamni sindirib bitta ko'rib qo'ymoqchiman. Men qaniki hazillashim yopib qo'yamiz. Hali bor ekan bidrok tugashiga. Qanaqa chiqaman endi, men tunneldan chiqaman, lekin bidrok ko'p qolmagan bo'lsa bo'ldi, tepasiga chiqib olsam bo'ldi. Xullas, men burjikim ham qolib ketdi-ku, uyning tarafida. Obbo, do'stlar, bidrok bo'ladi-ku axir. Obbo, nimaga buni qo'yaman-da endi do'stlar, nimaga qo'ydi? Sindirsa bo'lmaydi-ku axir buni. Obbo, qanaqa bo'ldi? Men endi bu yerdan yomon joy qilib qo'ydim. Hammani do'stlar, o'zi yomon bunkerni battar yomon qilib qo'ydim. Mayli bo'ldi, uxlayman bo'ldi. Cho'milaman, xullas qolgan ishimni qilaman. Bidrokli virusga esa bo'ldi. Olimlar yechimini yetishyapti-ku axir, tugatishadi-ku axir buni, to'g'rimi? Bo'pti do'stlar, bo'lmasa sizlar bilan xayrlash vaqti keldi. Bugun bizani butun Minecraft'imizda bidrok o'rab oldi hammasini. Like bosish, obuna bo'lishdan chiqmasin. Hamma har keng jondan kuzatishga davom etinglar. Omon qolsam bo'ldi.